Kunlar isib, ko'pchilik mana qish ortda qoldi, bahor keldi degan taassurot bilan yuribdi. Lekin bu yanglish taassurot. Chunki hali qishning tugashiga erta. Qishning bir kuni qolsa ham qo'rqin deb aytishadi-ku. Xo'sh, fevral oyida ob-havo qanday bo'ladi O'zbekistonda? Oy davomida haroratning keskin ko'tarilishi va qisqa muddatli sovuqlar navbatma-navbat kelishi kutilmoqda. Umumiy ko'rsatkichlar -5 daraja sovuqdan +18 daraja iliqqacha bo'lgan oraliqda o'zgarib turadi. Oyning boshida havo qanday bo'ladi? Fevral oyining dastlabki 5 kunligida yurtimizga nam va iliq havo oqimi kirib keladi. Yog'ingarchilik, asosan yomg'ir ko'rinishidagi yog'ingarchiliklar kutiladi. Masalan, 6-fevral kuni havo sovishi kutilmoqda va kechasi harorat 0 dan pastgacha tushishi kutilmoqda. 6-28-fevral oralig'ida harorat xuddi arg'imchoq singari o'zgarib turishi kutilayotgan ekan. Birinchi 5 kunlikdan so'ng oy oxiriga qadar havo haroratining tez-tez o'zgarib turishi kuzatiladi. Sovuq davrlarda kechasi -5 darajagacha tushadi harorat. Kunduzi esa +5, +10 darajagacha iliq bo'ladi. Iliq kunlarda kechasi havo harorati +2, +7 daraja oralig'ida bo'lsa, kunduzi yana +18, +13, +18 daraja atrofida bo'ladi. Yog'ingarchiliklar. Har 10 kunlikda 2-3 kun davomida yomg'ir va qor ko'rinishidagi yog'ingarchiliklar bo'lib o'tishi kutilmoqda ekan. Oy boshidagi iliq havo mevali daraxtlarning erta uyg'onishiga sabab bo'lishi mumkin. Keyingi sovuqlardan ehtiyot bo'lishga to'g'ri keladi. Haroratning 20 darajagacha farq qilishi immunitetni tushirishi mumkin. Bu esa albatta ehtiyot bo'lish kerak degani. Ya'ni sog'liqqa albatta e'tibor qaratish kerak. Bu yilgi fevral oyi qishning qaytishi va bahorning kelishi o'rtasidagi kurash ostida o'tadi. Oyning boshida kutiladigan iliq havo sizni chalg'itib qo'ymasin. Issiq kiyimlarni javonga olib qo'yishga hali erta.